Biz yaqinda turmush o'rtog'im bilan hayotimizdagi eng muhim qarorni qabul qildik. Har bitta farzandimizga shahar markazidan 4 xonalidan uy sotib oldik. Bizni an'analarga ko'ra qaynona va kelin birga yashash kerak, lekin men bunga qarshiman. Shuning uchun hozirdan bu narsani g'amini yeb qo'ydim. Undan tashqari ovsinlar birga yashashi noto'g'ri deb bilaman. Siz nima deb o'ylaysiz? Qaynona kelin birga yashash kerakmi? Ovsinlarcha kommentariyada yozib qoldiring. Inson umri davomida o'zini uy joyi bo'lish uchun eng kamida 10 yil vaqtini ketkazar ekan. Biz farzandlarimizga ana shu fundamentni berib, ularni 10 yil umrini ekonom qilishga qaror qildik. Ular ana shu vaqtini o'z ustida ishlashga, rivojlanishga ketkazishsa, Xudo xohlasa katta-katta yutuqlarga erishadi. Va bu degani ular Belarusga bo'lib qoldi degani emas. Nabarot, ular ko'proq yutuqqa erishishiga bu katta yordam beradi. Hamda biz bu qilgan ishimizni o'zimizning bitta kichkina sevgimizni izhori hamda ongli ota-onalik deb tushunamiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Biz to'g'ri qabul qildikmi qarorni yoki noto'g'ri?